Biz noto'g'ri talqin qilingan kitoblarni yo'q qilib xalqni himoya qilyapmiz. Tushunmayaptilar. Bizga emas, tuhmatlarga quloq solyaptilar. Qaysi yo'ldan yursak ham qarshimizdan nomard, qanday ko'chat eksak ham qish mavsumi kelib qolyapti. Hukmdorim, masalan, yerga bir ko'chat ekdingiz. Uning o'sishi, gullab meva berishini istayapsiz. Niyatimiz shu, G'olib afandi. Tugab, chirib, buzilib, so'lishga yuz tutgan bu davlatni qat'iyatimiz bilan, g'oyalarimiz bilan qaytadan yerga ekdikki, buyuk bo'lsin deb. Lekin qish mavsumi bo'lyapti. Bo'ron, dovul, yomg'ir, qor yog'di. Tartibga kelayotgan paytda yer sho'rlashyapti, quriyapti. Yomg'ir yog'ib, yaxshilanish kerak bo'lganda sel olyapti. Esayotgan shamol ko'chatning shoxlarini sindiryapti. Xo'sh, nima qilasiz, hukmdorim? Umidsizlikka tushib, ko'chatni o'z holiga tashlab qo'yasizmi? Yo'q, bu sizning ishingiz emas. Saodatdin Qoshg'ariy hazratlari qo'lingda shamni shamoldan himoya qilishni bil deganlar. Siz ekkan ko'chatingizni himoya qilishga majbursiz, balki sharoit og'irdir, lekin uni o'z holiga tashlasangiz, umidi ham yo'qoladi. Shu sababli hukmdorim, ekkan ko'chatingizni, shoxlarini oftobi mo'l, suvning barakali bo'ladigan vaqtigacha parvarish qilishga harakat qilasiz. Kun kelib, zamonlar o'zgaradi. Bu saboq ham o'tar, hali kun kelib, ey mohinoz. Kechai hayrat o'tar, bizni solgan hijronga bos. O'tadi, hukmdorim, o'tib ketadi. Quvonch vaqtlari ham keladi. Mehnat mavsumi ham o'tadi. O'tadi, hukmdorim, o'tib ketadi. O'ylaymanki, azoblarning tugashi yo'q, dardlar ham o'tib ketadi. Kasallikning ham oxiri bor, sog'lik ham keladi, betoblik ham bitadi. Qish ketib, bahor mavsumi keladi. Kurtaklar yoziladi, anvoyi gullar ochiladi. Bog'ning zahmati ham ketadi, kelajak biznikidir. Inshaalloh. Omon bo'ling.